Hazır mana shogirdimiz oyatda bir yosh shogirdim bor. Azamat. Shu sizlarga chiroyli bir o'zim niyat qilgan bir ashulosini aytib beradi. Men bir piyola choy ichaman. Bahosi keyin sizlardan so'rayman. 4 mi desam yo'q deysizlar. 5 mi desam to'g'ri kelsa ha deb qo'yaverasizlar. 5 dan boshlanadi. Marhamat, omad tilayman Azamatga. Qalay bo'ladimi? Keyingi kelishda o'zi kelib davom qilsin shu ustoz yo'llarini, boshqalarini. Omad tilaymiz shu yigitga. Amin. Yosh kattasizlar.